30 litrlik Ariston alsan 7000 kasa. 100 litrlik Ariston alsan artık kasa. Doğrusunu ayting. Sizden shunday muammo kuzatib turibmi? Bunday bo'lsa, do'konimizdagi 30 litrdan to 100 litrgacha bo'lgan Aristonlarimiz orasidan aynan sizga kerakini topishda yordam beraman. Bir yoki 2 kishi yashaydigan uy bo'ladigan bo'lsa, 30 litrlik Aristonimiz to'g'ri yechim bo'ladi, tez qizadi, ko'p joy egallamaydi. Er-xotin 2 ya 3 kishilik oila bo'ladigan bo'lsa, 50 litrlik Aristonimizni tavsiya etamiz. Bir vaqtning o'zida boni ham, kuxni ham issiq olish imkoniyatini beradi. Oilada 4-5 kishi yashaydigan bo'lsa, issiq ko'proq kerak bo'ladi. Shunday vaziyatda 80 litrlik Aristonimiz to'g'ri tanlov hisoblanadi. Issiq taom bo'lmaydi, ko'p oila uchun ideal yechim. 2 boni va 5-6 kishi yashaydigan uy bo'ladigan bo'lsa, 100 litrlik Aristonimizni tavsiya etamiz. Bir vaqtning o'zida boni uchun ham, odamlar uchun ham issiqni yetirib beradi. O'zingiz uchun mos Ariston tanlagan bo'lsangiz, sizga necha litrligi to'g'ri keldi? Kommentariyada yozib qoldiring. Shunday foydali ma'lumotlarni o'tirib bermaslik uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Video yoqqan bo'lsa, videoga bir like bosing, yaqinlarga ulashib qo'ying.